Ma. Nima bering senga hozir? Kel seni bo'yini o'lchaymiz, ant ketur, ant. Bo'yini o'lchaymiz, kel. Uni o'tkazib qo'yamiz, kel. Mana biz hozir Malika Safiyani bo'yini o'lchaymiz. Buni bo'yini hamma so'rashadi. Kel o'lchaymiz bo'yini, tur mana bunda. Ham ketur mana oldiga, bunda tur. Yo'q, bu tikir. Mana. Tikir. Mana hamma so'raydi buni bo'yi necha deb. Ko'rganlar bo'yi kichkina ekan deyshadi. Mana. Mana 90 cm ekan. Mana. Qani? O, mana 95 cm ekan. Mana. Ha? Sanichi bo'yi baland qiz deb o'ylashadi. Ko'rganlar voy bo'yi kichkina ekan-ku, qizingizni deyshadi. Ha? Mana shu ikkita podstavkamiz. Mana shu mebeldan qolgan ostatkalardan yasab qo'yilgan. Mana shu ikkita podstavkani podpischiklarimizga sovg'a qilamiz. Chiroyli komment yozganlarga. Ha, qizim? Qani o'lchaylik mana bu bo'yi necha ekan? Qani, mana bu kattasi bo'yi 1.20 ekan. Tak, eni 80 cm. Bu ham bu 72 cm ga, qo'ling kesib yuboradi qizim. Qo'ling kesib yuboradi. Buni balandligi 90 cm ekan. 90 cm. Qani bo'yingni? Oldiga tur. Mana. Qizimning bo'yi 90 cm ekan, почти. Mana shu ikkalasini podpischiklarimizdan bittasiga chiroyli komment yozganligiga sovg'a qilamiz. O'zimiz olib borib beramiz, xudo xolasa. Ha? Muxlislaringga olib borib beramiz. Qayerga ketasan? Noring yegin kelyaptimi? Ha?